Ronaldo yoki Xalk, kimning zarbasi kuchliroq? Bu ikki futbolchi faoliyati davomida ko'plab pushkalar urgan va ularning zarbalari dunyodagi eng yaxshilar qatoriga kiradi. Ammo keling, raqamlarga murojaat qilamiz. Siz esa shu va shu kabi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Ronaldo 35 metr va undan uzoq masofadan 18 ta gol urgan. Ya'ni hozir ekranda ko'rayotganingiz aynan shu 35 metr masofa. Ammo Xalkning uzoq masofadan urgan gollar sonini aniq topishning iloji bo'lmadi. Biroq u yaqinda 39 yoshida bo'lishiga qaramay 35 metrdan jarima to'pini ijro etgan. Mana misol uchun Xalkning mashg'uloti qanday o'tadi? Vaqtining katta qismini oyoq kuchiga bag'ishlaydi. Ronaldoda ham oyoq mashqlari bor, lekin Xalkniki kabi og'ir yuklamalar emas. Va keling, nihoyat ular orasida kimning zarbasi eng kuchli ekanligini bilib olamiz. Ronaldoning eng kuchli jarima zarbasi o'yindan kiritilgan bo'lib, to'p soatiga 186 km tezlikka chiqqan. Xalk esa Porto safida o'ynab yurgan paytlarida jarima to'pini shunday kuch bilan tepganki, to'p 214 km/soat tezlikka yetgan. Qisqa qilib aytganda, Xalkning zarbasi Ronaldonikidan kuchliroq.